Markaziy televideniyesi taqdim etadi. Ko'k sichqoncha bilan xumbosh mushuk sarguzashtlari. Ssenariy muallifi Zhang Xiaolao, rejissyor Gao Lanxiang, rassom Liu Yawen, bastakor Zhu Ji, multiplikator Cheng Xiangming. Sichqonchaning bilim egallashi. O, hidi juda ham zo'r ekan-ku. Nimasini aytasiz? Qani endi mashinam shokoladdan yasalgan bo'lgan-deydi. Nimaga deysizmi? Zo'r hid chiqarardi-da. Shokolad yaxshi narsa. E'lon. Tez kunlarda hayvonlar o'rtasida sirk tomoshalarini a'lo darajada bajarish bo'yicha musobaqa o'tkaziladi. G'olib shokolad mashina bilan taqdirlanadi. Musobaqa o'tkazilar ekan. Agar qatnashsam, mashina yutib olardim. Lambi, albatta qatnash, yutasan, chunki juda chaqqonsan. Ishonchingiz uchun rahmat. Buvajon! Buvajon! Buvajon, men hoziroq sirk ilmini o'rganishim kerak. Musobaqada qatnashmoqchiman. Oson ish emas. Rozimasmisiz? Buni biladigan bir hayvon bor, lekin rozi bo'larmikin senga o'rgatishga? U kim? Janob Bursi, u juda ham qattiq qo'l. Mashqlarga chiday olarmikinsan? Qani avval boraychi. Salom ustoz. Senga nima kerak? Sizdan ilm o'rgangani keldim. Mendan ilm o'rgangani keldingmi? Balki narsalarimni o'g'irlaganidir. İstasangiz imtihon qilib ko'ring, keyin bilmaganlarimni o'rgatasiz. Bo'pti, ko'raylikchi. Voy! Mana! Ay, yaramas. Seni shogirdlikka olaman. Voy, ustozginam. Ana qara. Qaytar. Qani, sakradik. Ustoz!
Qutqarsang Qutqaring! Voy, qutqaring! Qutqaring! Voy, ustoz. Xo'sh, o'zing harakat qilib chiqdingmi? Ha, albatta. Qorning ham ochgandir. Hali kech nima yeganim yo'q, ustoz. Unda yaxshilab eshit, hozir bir joyga boramiz. U yerdan qancha yegulik olib chiqa olsang, hammasini o'zing yeysan, ha? Rostdanmi? Bu men uchun juda oson ish-ku, ustoz. Voy, Tushundingmi? Aha. Qani unda ishga kirish. Oy. Ana endi menga qarab tur. Hurmatli tomoshabinlar, endi sichqonchalar o'zining nimaga qodirligini ko'rsatadi. Marhamat, tomosha qiling. Bu sen bilan Rampi. Endi ikkinchi shartimizga o'tamiz. Bu sham o'chirish deb nomlanadi. Shartni birinchi bo'lib, har galgidek janob ayiq boshlab beradilar. Marhamat. Hozir. Qani buni nima tomosha ko'rsatgan? Iltimos, diqqat qilinglar. Ikkinchi bo'lib bu shartni janob Tulki bajaradilar. Marhamat, janob. Hozir qilaman. Hozir. Qani. Hurmatli tomoshabinlar, endigi navbat ko'k sichqonchalar biga. Marhamat, tomosha qiling. Rampi qo'shashma. Qani. Diqqat,
musobaqa g'olibini e'lon qilish uchun so'z hakamlar hay'ati raisi janob Begemotga beriladi. Marhamat. Hammamiz guvoh bo'lganimizdek, bugungi musobaqamizning barcha shartlarini ko'k sichqoncha Lanpi a'lo darajada bajardi. Shuning uchun u musobaqa g'olibi deb topildi. Sovrin sifatida biz unga shokolad mashina taqdim etamiz va unga kelgusi ishlarda omadlar tilab qolamiz. Qoyil, mana buni sovg'a desa bo'ladi. Endi men bu mashinada xohlagancha sayr qilaman. Markaziy televideniyesi taqdim etadi. Ko'k sichqoncha bilan xumbosh mushuk sarguzashtlari. Ssenariy muallifi Zhang Xiaolao, rejissyor Gao Lanxiang, rassom Liu Yawen, bastakor Zhu Ji, multiplikator Cheng Xiangming. 小小老鼠，小小老鼠上高天。大脸猫，大脸猫没主意。喵咪咪喵咪咪喵咪咪。扑通一声掉下河，你可千万别着急。喵咪咪扑通一声掉下河，你可千万别着急。喵咪咪喵。 小小老鼠，小小老鼠不透明。大脸猫，大脸猫爱吃鱼。喵咪咪喵咪咪喵咪咪。世上有我就有你，我们永远不分离。喵咪咪，世上有我就有你，我们永远不分离。Qarang. Ey, tezroq bo'lsalaring-chi. To'satni berib yuboring. Rahmat, qani yuring. O'zar, kechirasizlar. Ming bor o'zar. Nima qilursan? Chiptamoqchimisan? Onam, ukam seminarga chipta olishim kerak. Kel, senga yordam beraman. Qani o'tkazib yuboringlar, chiptasini sotib olsin. Birinchi qatordan to'rtta. O'zi ham to'rtta qo'ygan ekan. Ha? Kechirasizlar, chiptalar tugadi. Ochi! Navbatga turmanglar, chipta qolmadi. Tomosha ko'rmoqchiman. Bu qanaqasi axir? Qaranglar. Lampi keldi. Tomosha ko'rmoqchi edik. Ko'chiga qoldi. Yordam bera qol. Men qanday yordam beraman? Sirk direktoridan iltimos qilish kerak. To'g'ri. Juda to'g'ri. Ko'p bo'lsa yana bir nechta chiptani sotuvga chiqarsangiz, ko'pchilikka yetmay qopti. Rahmat, Lampi. Kim o, kiravering, eshik ochiq. Janob, menda biror ishingiz bormidi? Men janob Vanman. Katta sigareta firmasini Menga tashrifnoma bergani keldingizmi? Yo'q, biz reklamamizda qatnashishingizni so'rab keldim. Qanaqa reklama? Mana bu firmamiz ishlab chiqargan eng so'nggi katta sigareta. Iltimos, uni reklama qilib bersangiz. Yo, bo'lmaydi. Oyim chekish sog'liq uchun zarar deganlar.
Sigaret chekishingiz shart emas, uni ushlab turasiz xolos. Hozir ko'pchilik chekadi. Siz ham o'zingizni chekadigan qilib ko'rsatasiz xolos. Nima uchun? Sizni chekkaningizni ko'rganlarni shu sigaretdan chekisi kelib qoladi. Rad etishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Qiling. Bu hali hammasi emas. Shuncha pulga xohlagan narsangizni sotib olishingiz mumkin. Xo'sh, nima deysiz? Taklifimga rozi bo'lasiz degan umiddaman. Yaxshi, janob Van Van, men roziman. Xonimlar va janoblar, illyuzion tomoshalarimizni boshlaymiz. Marhamat qarshi oling. Lanti. Juda qiziq tomosha bo'lsa kerak. Endi jimgina ko'rib o'tiringlar bolalar. Bu rosa qiziq. Voy, oyijon nima qilmoqchi? Shuncha bulutni qayerdan oldi? Oldida jim o'tirib tomosha qilgan. Uni dovyurayligini ko'ryapsizlarmi, bolalar? Qo'yi qilyapti. Hurmatli xonimlar va janoblar, illyuzion tomoshamiz davom etadi. Marhamat ko'rib dam oling. Yashavar, Bu haqiqiy mo'jiza-ku. Ajoyib. Qiziq, bu haqiqiy sigaret. Baraka topqirni o'ylab topganini qarang. Sigaretaning reklamasini qoplabdi. Buni bilib kuchlilikdan dalolat beradi. Do'stlar, katta sigareta ishlab chiqarish firmasiga sigaretalar uchun tashakkur. Sizga rahmat, siz sigaretamizni zo'r reklama qildingiz. Marhamat tanishing, shu firmaning direktori janob Van Van. Qayga olamiz? Ajoyib ekan. Janob Van Van o'zlari bilan hammaga yetarli sigareta olib kelganlar. Olinglar, chekinglar, chekinglar. Dormi sizdan? Menga ham ko'proq kerak.
Bu menga juda ham yoqyapti-da. Barakalla Lampi. Bu juda ham zo'r-ku, nima qilib turibmiz? Yuringlar. Mazam qo'chiryapti. Qaranglar, hamma markaziy televideniyesi taqdim etadi. Ko'k sichqoncha bilan xumbosh mushuk sarguzashtlari. Ssenariy muallifi Zhang Xiaolao, rejissyor Gao Lanxiang, rassom Liu Yawen, bastakor Zhu Ji, multiplikator Cheng Xiangming. 小小老鼠，小小老鼠上高天。大脸猫，大脸猫没主意。喵咪咪，喵咪咪，喵咪咪。扑通一声掉下河，你可千万别着急。喵咪咪，扑通一声掉下河，你可千万别着急。喵咪咪，喵。 O'rgimchak varrak. Shoshmanglar, iltimos. Bitta gapiringlar, qaysi varni baland tushyapti. Ana o 40-juda chiroyli.
o'g'lim dadangga aytsang, undan ham zo'r varag yasab beradi. O'zingni varaging uchun. Menimcha, suyak rasmi chizilgani juda chiroyli. Sekinroq. Iltimos, bitta gapiringlar. Kimniki eng chiroyli va baland uchyapti? Musobaqa bo'lsa kerak, yurchi. Voy, chiroyliligini. O'zidan katta varrak yasa olib, endi uchira olmayapti. O'rgimchayjon, ehtiyot bo'l. Voy, kuchim yetmayapti. Voy, xumbosh, o'rgimchakka qanday yordam bersa ekan-a? Avval undan so'rab ko'rchi, biz yordamimizga muhtojim ekan. O'rgimchayjon, osmonga parvoz qilishni istaysanmi? Voy, parvoz qilishni judayam xohlayman. Seni bo'yab, ip bog'lab uchirsak nima deysan? Nima qilsanglar ham mayli uçsam bo'ldi. Unda juda soz. Haqiqiy zo'r musobaqa bo'ldi. Lampi bir narsa qilmoqchi. Yo'q, o'rgamcha. Qani tezroq uchir, bo'lsangchi. Mana. Bu oddiy varrak emas. Uni qanday qilib uchiraman? Uçyapman. Voy, qanday majra. Voy, qanday yaxshi. Judayam mazza. Qanday yaxshi. Voy, mazza qilyapman. Mazza. Ko'ryapman, ehtiyot bo'l, unday baland ko'tarilma. Qo'rqma, uchish judayam mazza ekan, menga yoqayapti. Lampi, nima qilyapsan? To'xta! Lampini qarang. Hech ham qo'rqmaydi. Lampi! Qadrli do'stlar, hurmatli varrak ishqibozlari, endi tomoshalarimizni ko'ring, marhamat.
Tashakkur. Rahmat do'stlarim, rahmat. Hurmatli do'stlar, endi havodagi illyuzion tomoshalarimizni ko'ring. Marhamat. Qo'l havoda. Diqqat. Hop. Bir, ikki, uch. Ana endi tomoshamizning asosiy qismiga o'tamiz. Bunda qiyofalarni birinchidan o'zgartiramiz. Diqqat! Buni qanday qilyapsan, Lampi? Hoppa! 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 Ketma-ket 3 marta aytding. Shoshmay aytaver. Hoppa! 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 Iya, bu meni do'stim Arzar-ku. Hoppa! Ana! Hoppa! Ana! Hoppa! Ana! Boshga maymun-ku. Qaranglar qanday ajoyib. Hoppa! Ana! Hoppa! Ana! Zo'r Lampi. Voy, yiqilyapman. Voy, qutqaringlar. Bo'ldi. Qutqaringlar, yiqilyapman. Voy, Lampi. Rahmat. Markaziy televideniyesi taqdim etadi. Ko'k sichqoncha bilan xumbosh mushuk sarguzashtlari. Ssenariy muallifi Zhan Xiaolao, rejissyor Gao Lanxiang, rassom Liu Yawen, bastakor Zhu Ji, multiplikator Cheng Xiangming. 小小老鼠，小小老鼠上高天。大脸猫，大脸猫没主意。喵咪咪，喵咪咪，喵咪咪。扑通一声掉下河，你可千万别着急。喵咪咪，扑通一声掉下河，你可千万别着急。喵咪咪，喵。小小
bilan boshimga o'xshagan katta ishlar keladi. Men ham Lampidek zo'r tomoshalar ko'rsata olaman. Aslida meni shogirdimi? Qanaqasiga shogirding bo'lar ekan, hali seni bitta ham tomoshangni ko'rganimiz yo'q-ku. Qani tomosha ko'rsatchi? Ha, ko'rsat. Qalay zo'r, a? Hech zo'rmas. Hech qanaqa qiziq joyi yo'q. Shu ham tomosha bo'ldi-yu. Mana senga. Men yana qo'limda narsalarni o'ynatishni ham bilaman. Ko'k sichqon tuxumlarni o'ynatadi. Men undan ham zo'r o'ynataman. Hozir ko'rasizlar. Mana. Men fokus ko'rsatishni ham bilaman. Qani ko'rsat. Mana hech narsa yo'q. Endi diqqat. Qalay? Qalay? Hozir shoshmanglar. Mana. Qani edi men ham mashhur bo'lsam. Hidini shokolad mashina. Oy, zo'rda. Oy. Yegim kelyapti. Mana o yerini totib ko'raychi. Yana yeyman. Shirin ekan. Ko'rinmaydigan joyini yeyish kerak. Mana buni yeyman. Kattagina ekan. Maza. Hayır, yaxshi qolinglar. Rahmat senga, Lampi. Nima bo'lyapti o'zi? Voy, yeb qo'yishibdi-ku. Hozir. Oy. Yumshatib qayta yasash kerak. Ana bo'ldi. Ko'k sichqon. Salom. Mushuk. Bu seni mashinangmi? Sen meni mashinamni o'g'irlamoqchi bo'lding. Yaramas. Ko'k sichqon, meni kechir. Bilmay mashinangni bir bo'lagini yeb qo'yibman. Meni boshim katta bo'lgani uchun xumbosh mushuk deb chaqirishadi. Menda nima ishing bor edi? Senikidagi shokolad mashinam bo'lishini istayman. Haydashni bilasanmi o'zi? O'rgansam bu mashinani bemalol hayday olaman, ha? Esi yo'q xumbosh mushuk. Mashinamni yeding, indamadim. Endi uni haydamoqchi bo'lyapsanmi? Xafa bo'lma. Unday demoqchi emasdim. Faqat aytchi, men ham sendek tomosha ko'rsata olarmikinman?
nima deysan? Nima qila olasan? Senga o'xshab zo'r tomoshalar ko'rsatmoqchiman. Buni so'rayotganim yo'q. Nimani bilasan? Zo'r falsafani, mushuk bilan sichqonni do'st bo'lishi hammani hayratda qoldiradi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, ajoyib tomosha ko'rsatdi. Yo'q, bo'lmaydi, bu falsafa endi hech kimga qizig'i yo'q. Hoy, qayoqqa? Nima qilsam ekan? Topdim. Ko'k sichqon, shoshmay tur. Men kelyapman. Nimaga? Birga tomosha ko'rsataylik. Bo'lmaydi. Nimaga? Chunki hech narsani bilmaysan. Voy, chuqurlikka tushib ketdik-ku. Hey, senga yordam berishim mumkin. Faqat bir shartim bor. Gapini qaranglar, shartim bor emish. Birga sirk truppas tuzaylik. Senga tomosha ko'rsatishingda yordam berardim, ha? Yordaming kerak emas. Shartingni pishirib ye. O'zim chiqib olaman. Shunday chuqurlikdan qarab chiqib olasan, ha? Hozir ko'rasan. Hoy, xumbosh mushuk, mana qarab tur. Ha? Voy. Voy, ko'k sichqon, yomon yiqilmadingmi? Aytdim-ku, yordamsiz chiqa olmaysan-da. Ko'rib qo'yamiz endi. Qanday chiqarkansan? Voy! Hoppa! Ura! Aksirgani juda qo'l keldi-da, chuqurlikdan bir pasda chiqib oldim. Biram kulgili bo'ldiki. Voy, qayoqqa ketyapsan? Kel, do'st bo'lamiz. Lekin bizning sirk truppamiz seni bugundan boshlab ishga qabul qildi. Rostdanmi? Men endi sirkda ishlayman. Ura! Qani, mashinaga o'tir. Qanday yaxshi. Ey! Bu qanaqasi? Nima qilayotganingni bilasanmi o'zi? Bu shokolad mashina bo'lsa ham, uni yeyishga haqqing yo'q, u meniki. Bilmay qoldim. Meni kechir. Boshqa yemayman, so'z beraman. Ay, yaxshi. Qani ketdik. Markaziy televideniyesi taqdim etadi. Ko'k sichqoncha bilan xumbosh mushuk sarguzashtlari. Ssenariy muallifi Zhan Xiaolao, rejissyor Gao Lanxiang, rassom Liu Yawen, bastakor Zhu Ji, multiplikator Cheng Xiangming. 小小老鼠，小小老鼠上高天。大脸猫，大脸猫没主意。喵咪咪，喵咪咪，喵咪咪。扑通一声掉下河，你可千万别着急。喵咪咪，扑通一声掉下河，你可千万别着急。喵咪咪喵。
Jannat isi. Diqqat! Bugungi tomoshamizni boshlaymiz. Uni kuchini qara-ya. Mashina ko'tarishni o'zi bo'ladimi? Yashavar xumbosh. Oyjon, qarang. Oy, xumbosh, galama! Barakallah. Ofarin, ofarin. Men sizlarni Jannat isi nomli bog'imizga taklif qilmoqchiman. Mana oling. Mengacha. Uzr. U yerda siz xohlagan narsangizni yeyishingiz mumkin. Ha? Ovqatlanishga hamisha vaqt topsa bo'ladi. Yetib keldik. Oy, hidini. Yoqimli-a? Hidini qara. Der bormi? Oldin bog'ni aylanib chiqaylik, keyin yeymiz. Yur. Nima qilyapsan? Kelishdik-ku. Qara. Boplashibda shakardan. O'zi ham rosa mazali bo'lsa kerak. Qani yur, pastga tushamiz. Mana u yerda biroz o'tiraylik. Mayli, yur, o'tirsak o'tira qolaylik. Kechirasizlar, mehmonlar. Sizlar 100 yuandan jarima to'lashingiz kerak. Nima uchun? Qanaqa jarima? Sizlar tartibni buzdinglar. Ana bu yerga yozib qo'yilgan. Bizni bog'da tamaddi qilish vaqti soat 9da. Mana oling. Tamaddi vaqti 9damish. Axir qora ochib ketdi-ku, xumbosh. Meniki ham oshdi. Ertalab noshta qilganim yo'q edi. Chiday olmayman. Hali 9 bo'lishiga ancha bor. 10 daqiqa bor ekan. Buncha soat sekin yurmasa? Sabr qil, oz qoldi. Xumbosh, ana buni qara. Soat 9 bo'lguncha qayiqda sayr qilsak bo'ladi. Ketdi! To'xta, men ham sen bilan. Kela qol. Voy! Voy 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 voy. Ay! Voy 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 voy. Voy voy voy. Sekinroq sakraganingda-yu.
Muncha qimirlading. Men qimirlayotganim yo'q. Xayriyat, endi yursak bo'ladi. Tezroq haydasang-chi. Maza, zo'r sayr bo'lyapti-da. Lampi, bundan ham tezroq hayday olasanmi? Olmasam-chi. Qalay, zo'r haydadimmi? Voy, dumimni qara. Voy, erib ketyapmiz. Voy, tezroq hayda. Qayoq erib ketyapti? Buzilib qolganga o'xshaydi. Voy, bo'la qol. Axir bu qahvadan tayyorlangan qayiq ekanda. Tezroq, qirg'oqqa chiqib olish kerak. Hozir cho'kib ketaman, voy. Juda shirin ekan. Voy, erib ketyapman. Bu shakardan qilingan. Mendan nima qilyapsan? Lampi, do'stim, charchadim. Biroz shu yerda dam olaylik. Erib ketyapti. Yur. Bo'ldi, boshqa yura olmayman. Oy! Xumbosh! Qayerdasan? Xumbosh! Lampi, bu yerdaman. Tezroq dumimdan ushla. Endi nima qilamiz? Suv bosib kelyapti-ku. Qara, ana bu nima? Vertolyot? Ya! Suvga cho'kmaydigan bo'ldik. Tezroq eshikni yop. Xo'p, hayda. Bu vertolyot nimadan yasalgan? Menimcha, ratsiyadan kimdir gapiryapti. Bir daqiqadan so'ng vertolyot erib ketadi. Tezroq parashyutlarni hozirlang. Bo'la qol, Xumbosh. Hozir. Hozir bog'ni o'rtasiga qo'yamiz. Qornim juda ochdi, bo'ldi. Nima deyapsiz? Yeyman. Ortiq chiday olmayman. Juda ochdi, ha. 9 bo'lgandir, axir. Ey, to'xtanglar! Bizlarni ham poylab turinglar. Voy! Marhamat, nima xohlasanglar shuni yeyavering. Shokoladga yetib keldik. Shamol uchirib ketyapti. Tezroq. Tushaylik, tezroq tushaylik. Tezroq. Yura qol. Tezroq yursang-chi. Tezroq, yur. Qayoqqa? Biz ichkaridan chiqdik. Bittasi kirish mumkin emas.
markaziy televideniyesi taqdim etadi. Ko'k sichqoncha bilan xumbosh mushuk sarguzashtlari. Ssenariy muallifi Zhang Xiaolao, rejissyor Gao Lanxiang, rassom Liu Yawen, bastakor Zhu Ji, multiplikator Cheng Xiangming. 小小老鼠，小小老鼠上高天。大脸猫，大脸猫没主意。喵咪咪喵咪咪喵咪咪，扑通一声掉下河。你可千万别着急。喵咪咪，扑通一声掉下河。你可千万别着急。喵咪咪喵。小小老鼠，小小老鼠不透明。大脸猫，大脸猫爱吃鱼。喵咪咪喵咪咪喵咪咪，世上有我就有你，我们永远不分离。喵咪咪，世上有我就有你，我们永远不分离。 Kim bunday g'amga kuylayapti? Bu qanaqasi uxlab bo'lmayapti-ku. Kim kuylayapti ekan, ha? Bu men. Sizin do'man. Qulog'imga kirib yashamoqchi bo'lsang, ha deb g'irg'irlayverma, tushundingmi? Ha, tushundim. Nima dedim senga? Yanami? O'zing g'ing'ilaverma deganingga shunday kuylayapman. Tag'in gap qaytaradi-ya. Hozir ko'rasan. Topdim. Hozir. Sigaretdan nafas olib bo'lmaydi-dirdi. Sigaret tutatsam nafas ololmay qochadi. Ha? Hozir. Hozir. Ha, qalay. Mana. Ana. Bo'ldi, tinch
chida. Endi mazza qilib uxlayman. Eshikni taqillatgan kim? Bu men, Zinduduman. Apshu. Tavba, shuncha tutundan bo'g'ilib qolmadingmi? Apshu, apshu, apshu. Bo'g'ilsam ham bir amallab chidadim. Men dam olishim kerak. Ertaga muhim ishim bor. Iltimos gapirmagin. Apshu, apshu. Ilojim yo'q. Chekkim kelib ketyapti. Nima? Chekkim kelib ketyapti. Ay! 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 Sigaret chekkim kelib ketyapti. Ay! Iltimos, boshqa aksirma charchab ketdim, bildingmi? Men ham charchadim. Kim senga sigaret tutatgin dedi? Mana endi aksirayveraman, aksirayveraman. Yo'q, yo'q, yo'q. Oy. Agar sigaret tutatsam, chiqib ketarsan deb o'ylagandim. Boshqa aksirmay tur, hozir sigaret tutataman. Xo'p, harakat qilaman, bo'la qol. Hozir. Voy, boshqa qolmabdi, hammasini tutatib bo'lman. Qayerdan bo'lsa ham top, yo'qsa yig'layveraman. Yig'lama, bir nima o'ylab topaman. Nima qilsam ekan, ha? Tezroq bo'la qol. Xo'p, yig'lamay tur. Voy, bu. Ay. Chidolmayapman. Zindudu, axir sigaret qoldiqlarini yig'ib, sen uchun sigaret yasadim-ku. Hozir ularni tutatib beraman, shoshmay tur. Mana Zindudu, tutatdim, to'yib chekib ol. Qanday yaxshi. Mayli, yaxshilab xumordan chiq. Sen yaxshi do'st ekansan. Meni tashnalikdan qutqarib sigaret tutatib beryapsan. Mayli, meni quloqlarim senga uy bo'la qolsin. Rahmat senga, o'rtoq. Senga sigaret bermayman demoqchi emasman-ku, lekin hadeb chekaverish yaxshi emas, sog'liqqa zarar. Men unda nima qilaman? Juda charchatibording, bunchalik kuyinaverma. Zindudu, iltimos, yig'layverma, yomon bo'lib ketyapman axir. Sigaretsiz holim nima kechadi? Chekmasam axir bo'lib qolaman-ku. Hadeb yig'layverma. Bo'ldi, bas qil. Men buni chorasini topaman. Zindudu, ozgina suv ichib olgin, sigaretdan bo'g'ilib qolganlaring o'tib ketar balki. Icha qol. Xo'sh, qalay, yaxshimi? Mazza. Unda menga ish qolmabdi. Ketdim. La 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 la. Ey, Lampi, hali gapimni tugatganim yo'q-ku.
Suvga to'ydim, yana sigaret chekkim kelyapti. Nima? Sigaret chekkim kelyapti? Bo'ldi, sabrim tugadi. Endi sen bilan ishim yo'q. Hali shunaqami? Sigaret bermasang aksirayveraman. Yo'q, aksirma. Hozir sigaret tutataman. Hozir. Tamam. Voy. Endi o'rnimdan hech qachon tura olmayman shekilli. Nega gapimga e'tibor bermayapsan? Men o'lib qolishim mumkin. O'lsang o'lavermaysanmi? Menda nima ishim bor? Juda qiynalib ketdim. O'zim bir yashayman chog'i. Ko'k sichqon daryoga cho'milgani boradi. Qulog'idagi qo'ng'izdan qutulish uchun o'zini suvga tashlaydi. Lekin katta baliqqa duch keladi. Sho'rlik nima qilsin?